13 bab. İsraillar Perverdigarning nazarida yana yomon ish qildi. Shuning bilan Perverdigar ularni 40 yilgacha Filistinliklarning qo'liga tushirib berdi. Shu chaqda Zora shahrida Don qabilasidan bo'lgan Manova ismli bir kishi bor edi. Uning ayoli tug'mas bo'lib, farzandi yo'q edi. Perverdigarning farishtasi uning ayoliga ko'rinib, mundaq dedi: "Qara, sen hozirgacha farzand yuzi ko'ralmagan eding. Ammo ko'p o'tmay homildor bo'lib, bir o'g'il tug'san. Buningdan keyin diqqat qilgin. Aroq sharob ichmagin. Pok bo'lmagan narsalarni yemagin. Gapimni angla. Sen cho'qim homildor bo'lib, bir o'g'il tug'san. U beshiga ustura takkizmisun. Bu o'g'il qo'rsaqdagi vaqtidan boshlabla Perverdigarga alohida atalgan bo'lib, u İsraillarni Filistinliklarning qo'lidan qutqizishni boshlig'uchidir." Ayol erining yeniga kelib, "Xudoning avatgan odami yenimga keldi. Uning turqi Perverdigarning farishtasiga o'xshaydi ekan. Bakmu salopatlik ekan. Men uning qayerdan kelganligini so'ramadim. Umu bana o'z ismini aytib bermadi. Ammo u menga sen cho'qim homildor bo'lib, bir o'g'il tug'san, aroq sharob ichmagin, pok bo'lmagan narsalarni yemagin. Bu o'g'il qo'rsaqdagi vaqtidan boshlab hayotining oxirigacha Perverdigarga alohida atalgan bo'ladi", dedi. Manova Perverdigarga iltijo qilib, "Ey egam, sen evetken şu odamni yana bir qitim evetkaysan. Bizga tug'iladigan bola to'g'risida qanday qilishimizdan ta'lim bersin", dedi. Xudo Manovaning iltijosini angladi. Uning ayoli itizda aram elib o'tirganida Xudoning farishtasi uning yeniga yana keldi. Bu chaqda Manova uning yenida emas edi. Ayoli aldirab erining yeniga kelib, "Oldingi kuni menga ko'ringan odam yana keldi", dedi. Manova o'rnidan turib, ayoliga agishib, u odamning yeniga keldi va uningdan, "Oldingi qitim ayolimga gap qilgan sizmi?" deb so'radi. U odam, "Shundoq, men", deb javob berdi. Manova uningdan yana, "Sizning so'zlaringiz amalga oshgandan keyin bola qanday tarbiyalanishi kerak? Uning vazifasi nima?" deb so'radi. Perverdigarning farishtasi Manovaqqa, "Ayoling mening e'tiqodlarimni esida chin saqlasin. U üzümdən işləngan har qanday narsani yemisin, aroq sharob ichmisin, pok bo'lmagan narsalarni yemisin. U mening buyruqlarimga cho'qim amal qilsin", dedi. Manova Perverdigarning farishtasiga, "Sizga atab bir o'g'loq so'yay. Pishkucha birdam o'tirib turg'aysiz", dedi. Perverdigarning farishtasi Manovaqqa, "Birdam o'tirib turg'unim bilanmi? Baribir yemeklikingni yemayman. Ammo sen bir ko'ydirma qurbonlik tayyorlab, uni Perverdigarga taqdim qilgin", dedi. Bu vaqtda Manova uning Perverdigarning farishtasi ekanligini bilmaydi. Manova Perverdigarning farishtasiga, "Ismingizni menga aytib bergaysiz. Deganlaringiz amalga oshganda nom sharfingizni ulug'laymiz", dedi. Perverdigarning farishtasi Manovaqqa, "Ismimni so'rab nima qilasan? Ismimni tushunishga sening aqling yetmaydi", dedi. Shuning bilan Manova Perverdigarga atalgan o'g'loq bilan oshliq hadiyasini qurbonlik supsi o'rnida ishlatilgan bir qo'ram tosh ustiga qo'yib, ko'ydirma qurbonlik qildi. Perverdigar Manova bilan uning ayolining ko'z oldida
o'z mo'jizasini ko'rsatdi. Qoram toshdan o't osmonga qarab lavuldiganda Parvardigorning farishtasi yolqin ichida uchgandek osmonga ko'tarildi. Buni ko'rib, Manova bilan uning ayoli yerga yukinib sajda qildi. Shuningdan keyin Parvardigorning farishtasi Manova bilan uning ayoliga qayta ko'rinmadi. Bu ishlarni ko'rgan Manova uning Parvardigorning farishtasi ekanligini bilib, ayoliga biz o'ladigan bo'ldik. Çünkü biz Xudoni ko'rdik, dedi. Ama ayoli uningga Parvardigorning bizni o'ltirgisi bo'lsa, bizning ko'ydirma qurbonligimiz va ochliq hadiyamizni qabul qilmagan, bizga bu karomatlarni ko'rsatmagan va bu ajoyib ishlardan xabar bermagan bo'ladi, dedi. Keyin Manovaning ayoli bir o'g'il tug'di. Hamda uningga Shimshon deb ism qo'ydi. Bu o'g'il cho'ng bo'lganda Parvardigor uningga baxt ato qildi. Shimshon Zora va Ashtaol shahrining o'ttirsidagi dan qarorgohida turganda Parvardigorning ruhi uni yetaklashga boshladi.